hozir kuz mavsumi, yuz parvarishda nimalarga ahamiyat berish kerak? Avvalambor bu terining strukturasidan kelib chiqqan holda 3 toifaga yog'liq, quruq va aralash terilarga bo'linadi. Kuz mavsumida bu ko'proq teri qurish kuchayadi. Terini namlantiruvchi kremlardan foydalanishimiz kerak. Bunda emolliyantlar tarkibiga mochvina, glitserin, har xil moylar saqlagan emolliyantlarga e'tibor berishimiz kerak. Yog'liq terida bo'lsa, o'z navbatida bu krem va mazlardan emas, balki sivir, toniklardan foydalangan bu ko'proq tavsiya beriladi. Lekin biz yuzimizga krem tanlashda baribir adashamiz. Ko'pchilikning muammosi ham shunda, terining strukturasini bilmagan holda yog'liq terilarga har xil kremlardan, moy saqlagan turli kremlardan foydalanib, bu terining yog'lanish darajasini kuchaytirib, ko'pchilik muammolarni keltirib chiqaradi. Mos kelmagan holatlarda bu terining battar qurishiga, yoriqlarning, ajinlarning tezlashishiga olib kelishi mumkin. Shunaqa holatlarda yuz yoki umuman qurib ketmasligi yoki yog'lanmasligi uchun kimga murojaat qilish kerak? Terini strukturasiga kelib chiqqan holda, uni muammosi, ichki organlarini tekshirgan holda, kasallikning sababini bilgan holda dermatologga murojaat qilsangiz, dermatologlar o'z navbatida to'g'ri tavsiyalar berib, uy sharoitida qanday davo choralarini yoki parvarishlarni o'tkazishni albatta tushuntirib beradilar.